alaykum yaxshilarim. Mehri qaynoq qadrdonlarim. Tinglab ko'rayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi, shu loyiha boshlovchisi Mashhura siz bilan birga. Bizga kelib tushgan maktublarni o'z egalari tomon yetkazishda davom etamiz. Qani ketdik azizlarim, xursandchilik ulashamiz. Alo. Assalomu alaykum. Homidaxon onamiz bilan bog'landikmi? Onajonim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Bezovta qilmadimmi onajonim? Yo'q, qilganingiz yo'q. Rahmat, boringizga shukr. Birozgina vaqtingizni olamiz, maylimi? Olaring, bemalol. O'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda biz sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi qizingiz Mashhura bo'laman onajonim. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Allohning sevimli bandasi bo'ling. Baxt va omad ila yuzlarga kiring. Dunyolar saodati sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga ham bo'lsin. Birga bo'lsin hammamizga. Rahmat onajonim, aytganingiz kelsin. Bizning loyihamizga siz uchun chiroyli tabrik va dilnomalar yetib kelgan onajonim. Taxminingiz bormi? Qaysi yaqiningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxminim jiyanim bo'lishi mumkin, yo o'g'illarim bo'lishi mumkin. Xo'p bo'ladi onajonim. Albatta o'g'lingiz Abdulaziz va qizingiz Odinaxon tarafdan bizga murojaat qilingan ekan va albatta shu qatorda turmush o'rtog'ingiz Asanboy ota va singlingiz Umidaxon opa va kuyov bolangiz Emilbek va o'g'lingiz Abdurashid, keliningiz Zulfizar opa va nevaralaringiz Abdulloh va Omina va Muhammad Ali nomlaridan sizni tabriklab qolamiz onajonim. Rahmat. Boringizga shukr. Shu farzand ne'matlaringizni chiroyli tabrik va dilnomalarni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum aziz va mehribon onajonimiz. Bugun bizning dilimizdan faqat sizning nomingizni aytish, sizning haqqingizda go'zal so'zlar yozishni istadik. Chunki bizning hayotimizdagi eng katta baxtimiz sizning farzandingiz bo'lishdir. Onajon, siz bizga mehr, sabr va yaxshi inson bo'lishni o'rgatdingiz. Sizning duolaringiz, sizning mehringiz bizga doim qanot bo'lib kelgan. Har bir qadamimizda sizning mehringiz, duoyingizni his qilamiz. Bugungi kunda sizga minnatdorligimizni so'z bilan ifoda etish qiyin. Faqat shunigina deymiz, onajon, siz bizning baxtimizsiz, hayotimizning ma'nosisiz. Sizga sog'lik, uzoq umr, tinchlik va shodlik tilaymiz. Yuzingizdagi tabassum hech qachon so'nmasin, dilingiz doimo nurli bo'lsin. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga hamisha sog' salomatda bo'lib yuring. Mayliga kamlarimiz to'lmasa to'lmas, qalbda ozor guli so'lmasa so'lmas, oltindan saroyimiz bo'lmasa bo'lmas, siz borsiz boylarning boyimiz ona, ko'nglimizda ko'rinmas baxtning sarhati, peshonamizda taqdir yozgan dastxati, kerakmas boy degan hayot zarhati, siz borsiz boylarning boyimiz ona, uyimizni to'ldirgan fayzlarga boqdik, yurakning noshukr joyini yoqdik, bugun o'z ko'zimizdan yosh bo'lib oqdik, siz borsiz boylarning boyimiz ona deb qolarkan farzand ne'matlaringiz. Rahmat. Boringizga shukr onajonim. Yaqinlaringizga salomlaringiz bo'lsa yozilib qoladi. Bolalarim sog' bo'lsin, qo'shganima ko'cha qarisin. Menga nima niyat qilib, niyatiga yetsin. Doim baxtimga sog' bo'lsin. Bolalarning oilasini ko'rsin. Baxtimga sog' bo'lib o'ynab kulib yursin. Aytganingiz kelsin ilohim onajonim. Bu ko'z yoshlar faqat xursandchilik ko'z yoshlari bo'lsin ilohim har doim onajon. Yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat buning yuzlariga kirib yuzlardan oshib yuring ilohim. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham. Tanjaningiz sog' bo'lsin. Rahmat onajonim. Chiroyli taronalarimiz ham siz uchun yangrab o'tadi. Qabul qilib olasiz onajon. Rahmat. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, men
meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni. Meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Onajonim, yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Boringizga shukr. Allohga omonat, Sizlarga ham sog' rahmat. salomatda bo'ling. Rahmat.